Xayrullo Xo'jayev yaqindoshimizda Marg'ilonda ochdim. Murobaha o'sha pul olish bo'yicha reklamaga bordim Marg'ilon filialiga. Keyin Marg'ilondan to'xtatib qo'ygandan keyin shu yerda biz Farg'onaga ochdik. To'xtatib qo'yibsizlar. Umuman puldash to'xtatib qo'ydi. Yo'q. Uzr so'rayman, buni kecha bildik. Bizni muammolarimiz ko'payib ketgani uchun to'xtatib qo'ydik. Buni to'xtatib qo'yishga masalan murabahani agar problemasi ko'payib ketmagan bo'lsa, murabaha tegmaydi. Murabahani yaqinda boshlaydi. Hali kreditni boshlamayapmiz. Shuning uchun agar hisobotlarimiz olmagan bo'lsa, o'shadan qo'yamiz. Shunga biz bordik, biz asosiy qurilish bilan shug'ullanamiz. Farg'onani yaxshi joylar lokatsiyasidan ruxsatnomalar bilan ruxsatnomani boshlaganmiz, qurilish ketyapti. Ozgina tezlashtirib, endi srok qo'yib qo'yishni qurilishi. Muddati o'tmasa bizga shtraf chiqadi. Shuni hali shtraf to'lamaslik maqsadida metal olish uchun biz murobaha qilmoqchimiz. O'zimizni bo'lmasa, o'zi ikkilamchi olishgan masalan, birinchi ipotekada. Ipotekada shunda ham 1 milliardgacha zavoddan beramiz turishda bizga to'g'ri kelmaydi to'g'risi. Murobahalar bordik. Hamma hujjatlarni berganmiz. Marg'ilonga Farg'onaga chiqdi. Hatto to'xtatilgani uchun. Marg'ilonda bolalar hamma hujjatlarni operativ zo'r qo'yishdi, Toshkentga boryapti hujjatlar. Kamchilik bo'lib qaytib keldi.